12-odamsan dedi. Lekin yana bir masala bor dedi. O'zim men pul yo'qotib qo'ymaganman dedi men. Men u e'lonni yozmaganman. Qayerda shu e'lonni ko'rsang yirtib tashla o'g'lim dedilar. Sen 12-men pulingizni topib olgan odamman deb kelgan odamsan dedilar. Qarayapsizmi shuni holatini? Masalani qayerda mohiyati bor ekanligini tushunyapsizmi? Bizchi haqqoniy ravishda pul topib olgan bo'lsak-ku bermaymiz-ku biz. Birovdan pulini atayin olamizki, olmaganga olib yo'limizda davom etamizki, uning haqqini qaytarib bermaymiz. Yo'lda bir muammo bo'lgan bo'lsa, ko'rib ko'rmaganga olamiz. Qanday bu? Bu musulmonchilikmi shu endi? Musulmon odam, biring birodar, bugun berdingiz masjidga, yetimga, muhtojga, kambag'alga, nochorga. U